Qizim, nevaram yaxshimi? Haliyam o'sha. Yaxshilanadimi desam, kundan kunga yomonlashyapti. O'ylamang, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, qizim. Voy bolam. Voy. Qonmi, jonim bolam meni. Jonim. Hozir toza havoga olib chiqaman bolam seni. Jonim bolam. Nima bo'ldi bolam? Bolam ko'zingni och. Bola jonim, bolam. Jonim bolam, dunyoga sig'magan bolam. Bola jonim, meni tashlab ketdingmi bolam? Bola jonim, uxladim degan, bola jonim, uxladim degan. Tinchlikmi, nima bunaqa qolmishsan? Yo'q, yaxshiman. Bolamiz yaxshimi? Tinchib qoldi. Ke o'rtoq, nima xizmat? 3 oy oldin omonat berib ketgandim. O'shani olib ketgani kelgandim. Hozir kutib turib chiqib beraman o'rtoq. Mana. Bo'pti. Adasi, o'rtog'ingiz omonatini berayotganingizda ichingizdan bir nima o'tmadimi? Qiziqchimisan? Uni omonati bo'lsa, omonatini berib qoldim. Nima qilaman birovni omonatini ushlab o'tirib? Allohim ham bizga bergan omonatini oldi. Nima? Bolam tuvutini ko'taradi desam, tuvutini ko'taramanmi? Bolam. Bolam, jon bolam, jonim bolam, jon bolam. Ado bo'lgan sen emas, meni o'zim jon